Bu necha lis bo'ladi? Bu 4 likdan bu. Bu 4 lis. Keyin buni o'rnatish xizmatichi. Kimdir buni hali kamenniy qilib, oblisovka ishlab o'rnatyapti-yu. Shunaqa ustalaringlar ham Bor. Bu hamma pechkani mana shu yerda ko'rib turganlardi. Ikkita xonani o'rtasiga qo'yaverasizlar. Stavkasi shunda O'zbekiston bo'ylab qilib berasizlar. Kelishadigan holatda bo'ladi. Bu kraskasi o'chmaydigan, haligi. Ha, bu kuymaydigan. Kraska ichida. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qishki qamini yozda deydi-yu, sizlarga mana shu pechkalarni yasaladigan joyga kelganmiz. Optim joydan arzon narxlarda olishingiz mumkin. Masalan, Andijonda butun O'zbekiston bo'ylab kelishadigan holatda dastlabki xizmatlari bor. Akalar, bu pechkani afzal tomonlari juda ham ko'p. Sababi bu, aynan ko'rib turganinglar, ham xonadonni isitadi, bitta emas, ikkita xonadonni isitib bera oladi va bundan tashqari choy, ovqat qilsangiz ham bo'ladi. Xullas joyi bor mana shu yerda. Qozon va choynalar tushadigan. Gazga ham, o'tinga ham, ko'mirga ham yonadigan nima bo'lsa, yonaverar ekan. Aka, buni razmerlari qanaqa bo'ladi? Bu 1.5 ligi. Balandligi? Balandligi 1.5 lik. Uzunasi-chi? Uzunasi 70-80 sm o'tinlar sig'averadi. Bunga sig'averadi. Ko'mirdan ham ash ko'proq sig'adi. Ichki ko'rinishlari choy ham bu anaqasini qo'shib berasizlar, aka. Komplektida bor. Turbasi? Turbasi, ha. Bu yerda misol qozoningiz razmeriga qarab turib o'zgartiraverasiz. Shunaqa, ha. Gaz ham tushar ekan, qaranglar, mana. U tomonida ham bor, bu tomonida ham. O'ziga qulay tarafidan gazni ustanovka qilib olaveradi. Tagida kul. Kulcha degan. Baladoni bor. Bu yerdan tozalaydi. Bu tarafida ham bor. Ikkala tomonida misol uchun har faslda yoki har sezonda boshida bitta tozalab, keyin pechkani quraveradi. Shunaqa. Bu yerda duxovkasi. Foydalanishmaydi baribir odamlar bundan umuman. Lekin bu qulaylik uchun qilib qo'ygan. Sababi men o'zim ham o'rnatganman-da bundan. Bitta zo'r tomoni duxovkasini misol orqa tomondagi duxovkasini ochib qo'ysangiz, ash tomonga ko'proq issiq chiqadi-da, tuzitib beradi. Bitta sutkasi yopib qo'ysangiz, sal normaga tushadi. Zo'r ekan. Bu necha lis bo'ladi? Bu 4 likdan bu. Bu 4 lis. Bu yeri 5 lik. Bu yeri 5 lik bo'ladi. Asosiy olov yonadigan joyi. Necha pul qilib berasiz? Bu kraskalilar 2 million so'm. Buni bez kraskasi bor. Mana 1 million 800 ming so'm. Bu kraskasi o'chmaydigan, haligi. Bu kuymaydigan. Kraska ichida. Bu endi aytib o'tdik-ku, shunaqa ovqat pishirsa bo'ladigan joyi bor. Endi buni to'g'ri standarti ham bor. Endi bular 5 liksa hamma joyi. Bu 5 lik. Nimaga o'zingiz ma'lumot aytib tashlayapsiz desangiz, bu pechka haqida meni ham ma'lumotim ko'p, sababi o'zimiz o'rnatganmiz bundan ko'p narsasini tushunamiz. Shunga sizlarga o'zimdagi ma'lumotlarni ham qo'shib aytib ketyapman. Bu ham narga bilan bir xil. Bir xil. Gaz, ko'mir, o'tin tozalasa bo'ladi, hamma yo'g'i zo'r. Afzal tomoni hamma joyi 5. Bu yeri ham, bu yeri ham, bu yeri ham. Bu sillig'i 5 lik bo'ladi. Guli bori 4 lik bo'ladi. Necha pul mana 5 likga? Bu 200 ming so'm qimmat bo'ladi. 4 likka qaraganda. Kraskasiz 2 million, kraskali 2 million 200 ming. Shunaqa ham. Zo'r. Ichkari kiramiz. Ichkarida assortiment juda ham ko'p. Arzonroqlari ham bor. Keyin katta pechkalar ham bor. Misol uchun katta xonalar bo'ladi-yu, misol 7 ga 6 zallardan ikkitalikni o'rtasiga o'rnatsanglar bo'ladi. Va aytib o'tmoqmiz, bu hamma pechkani mana shu yerda ko'rib turganlardi. Ikkita xonani o'rtasiga qo'yaverasizlar. Yilda eng ko'p sotiladigan va eng chiroyli pechkalardan mana shular hisoblanar ekan. Sababi hamma joyga to'g'ri kelib ketaveradi. Xonalarga ham zo'r tushib ketadi. Standart. Razmeri 1.5 bo'ladimi buni ham? 1.5 bo'ladi. 1.5. Bu kraskali 1200 gradsga, 1000 gradsga chidamli. W akranzi brendi hisoblanar ekan. Qayerda shunaqa W li ko'rgan bo'lsangiz, demak akalarimiz o'zlari ishlab chiqargan pechka hisoblanadi. Buni ham ma'lumoti o'sha tagida kulxonasi, ikkala tomonidan gaz qo'ysangiz bo'ladi, duxovkasi. Bu yerda bemalol ko'za sho'r bu narsalar pishirib tashlasalar ham bo'lar ekan. Endi bu yerda nimaga o'yib gul qilib qo'yilgan, sababi yana ham chiroyliroq ko'rinishi uchun. Hatto mana shu gulni o'zi ham 5 likda qilingan ekan. 5 lik lazerda kesilgan. O'zi shart emas bu yerga bunaqa qalinlik, lekin mana shu joyda ham 5 likdan ishlatishgan. Keyin aytishingiz mumkin, misol uchun men buni arzonrog'ini ko'rganman desanglar, men ham ko'rganman, u konteyner materialdan yasalgan edi-da, u arzoni. Misol uchun buni 1 million so'm, 950 ming so'mligi bor. Akalarimiz yasashmas ekan unaqasidan, lekin konteyner materialdan yasalgani shunaqa arzon chiqadi. Aka, buni necha pul qilib berasiz shu turkishini? Bu 2 million so'mligi. 2 million so'm. Kraskaligimi, kraskasizmi? Kraskaligi. Kraskasiz arzonroq. Kraskasiz arzonroq. Orqa tomoni qanaqa bo'ladi? Orqa tomoni ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bu narigi xonada turadigan joy. Bu narigi xonada turadigan joyi bu. Orqasida ham eshigi bo'ladi. Zo'r.
Ikkala xonani ham zo'r qilib isitib beradi. Endi rasxodlariga keladigan bo'lsak, rasxodda tashqaridagi sovuqqa ham bog'liq. O'rtacha endi xonangiz razmeriga qarab hisob-kitobni chiqarib olasizlar, lekin ekonomichni chiqadi. Bunisi yomon katta ekan aka. Bu katta xonalarga bu. O'sha aytganimizdek katta-katta zallarni ikkitasiga qo'ysa bo'ladi. Shunaqa katta-katta zalni ikkitasiga bo'laveradi. Ham bu yerda ovqat pishirsa bo'ladi, ham katta razmer. Buni kattaligiga o'tin ko'p ketadi deb o'ylashadi, o'zi aslida kichkinadan ko'ra ozroq ketadi bunga. Chunki buni ichida обороты ko'proq bo'ladi-da buni, aylanishi, o't aylanishi. Tashqariga ilmli havoni o'zi ketadi. Asosiy issiqlik uyning ichida qoladi bunda. Kichkinalarda ham qoladi. Sistema qilingan ekanda. Bunda qo'shimcha bu. Kichkinaga qaraganda ham ko'proq aylanadi endi bunda. Katta xonalarga mo'ljallangan asosan. Necha pul qilib berasiz buni? Bu hop to'rligimiz 2.600.000 so'm. Bu yeri 4lik, bu yeri 5lik. 2.600. 2.600.000 so'm. Endi hamma joyi 5lik. Bu 200.000 so'm qimmat yuradi. 2.800.000 so'm bu. Kiraskaligi. Kiraskaligi. Tushunarli. Bez kiraskali bu, bez kiraskasi 200.000 so'm arzon yuradi. Tushunarli. Endi bu joylari 4lik, bu joylari 5ligi 2.600.000. Kiraskaligi, kiraskasi 2.400.000 shunda? Shunaqa. Xuddi shunday. Keyin listini qaligini yana qaydan qilsa bo'ladi desiz mana. Ha. Tozalaydigan joyini ochsa ham ko'rinadi. Listlarni ichini bu bezular ketgan bo'ladi mana. Ichini ko'rib olsa bo'ladi. Ha, ichini ko'rib olsa bemalol bo'laveradi, tekshirib olsa. Hozir mana dastavkasi bor deb bemalol video davomida aytib qo'ydim-ku. Dastavkasi shunda O'zbekiston bo'ylab qilib berasizlar. Kelishilgan holatda bo'ladi. Sizlar misol mashina topib jo'nataveraverasizlar, to'g'rimi? Agar yaqinroq shu o'zimizning territoriya Anjan shahri bo'lsa, dastavkasi bepul bo'ladi. Bepul olib borib berasizlar. Shunaqa. Keyin buni o'rnatish xizmatichi. Kimdir buni hali kamenniy qilib, ablisovka ishlab o'rnatyapti-yu. Shunaqa ustalaringlar ham bor, buni ustalar. Topib berasizlar, to'g'ri beramiz, o'zimiz topib beramiz. Zo'r. Endi narigini o'chog'i yo'q, to'g'rimi? Bu tashning o'chog'i yo'q. Necha pul bu narxi? Xo'p, bunimiz 2,5 million so'm. Kiraskaligi. Kiraskaligi. Kiraskasi 2.300.000 so'm. 2.300.000 so'm, 200.000 so'm arzonroq. Hammasi bir xilmi o'zi mana shular? Hammasi bir xil. Standart. Bularga o'zi 10 yil, 15 yil ham garantiya beryapmiz, lekin olgan odamni bu qaritadi. Ishlayveradi. Ishlayveradi. Zo'r. List qalindi, chunki 5 yil o'zimiz ishga uverenli bo'lganimiz uchun 10 yil qo'ymay xohlagan pechkamizga garantiya beraveramiz. Zo'r. Tushunarli? Bular hammasi bir xil ekan. Yana qaysilar bor? Bu yerda avalnisi ham bor ekan. Bu avalni. Bu zakazga qarab endi chiroyliroq qilish maqsadida, to'g'rimi endi? Shunaqa. Nargilar bilan doimo bir xil bo'lib qolmasligi uchun yangilik. Bitta iPhone 15, iPhone 15 Pro Max'da, shuni singari. Buni ikkita duxovkasi bormi shunda hozir? Ikkita duxovkasi bor. Bu ham duxovka. Bu ham duxovka. Bu ham duxovka. Ha. Narigi tarafiga ham bor buni. Bu tarafida ham bor. Bu yerda shu o'tin, ko'mir soladigan joyi. Shunaqa. Bu ham o'sha gazga moslashtirilgan. Orqa tomonda ham ikkita duxovka bormi yo bittami? Bitta bo'ladi orqa tarafida. Orqa tomonda bitta. Umumiy 3 ta duxovka bo'lar ekanda bu pechkada. Necha pul qilib berasiz bu avalni? Xo'p, mana ularimizni kiraskali holatida 1,5 million. Bez kiraski 1.300.000 so'm. Bunisi-chi? Bunimiz 1.800.000 so'mga 2 million so'm bo'ladi. Kiraskasida 1.800.000, 2 million so'm kiraskali. Shunaqa. Zo'r. Bular hammasi bir xil. Bular ham 5likmi, nechilikmi bo'ladi? Yo'q, bular 3lik bo'ladi. Mana hozirgi ko'rgan 1.5ligimizdan yana kattaroq buni. Material ko'proq ketgan bunga. Nisbatan kengroq bu. Kengroq bu. Bu kichkina ekanda bitta xonaga. Bu kichkina bitta xonaga bu. Bu ham вообще bitta xonani zo'r beradi. Zo'r istadi. Necha likdan qilingan bu? 4lik. 4lik. Necha pul qilib berasiz? 800.000 so'm bu. 800.000 so'm. Bitta xonaga qo'yiladi. Bular hammasi ikkita xonani o'rtasiga. Bular hammasi ikkita xonani o'rtasiga. Zo'r. Endi bularda narxni aytib o'tdik. Endi yana yangilik qilishibdi. O'chog'i yo'q, lekin shuna qo'shimchasi bor. Sababi ko'pchilikda uyida standart katta-katta o'tinlar bor-ku. Shularda maydalamasdan tiqaveradi. Shunaqa. Shuning uchun qilingan. Nisbatan bu yog'i kengroq, uzunligi, ya'ni uzunroq bo'lgan o'tinlarni ham ichiga solaverasiz, ko'proq o'tin sig'adi. Keyin aka aytib o'tdingiz, buni ko'proq issiqlikni ichida olib qoladi deb, zigzag. Shunda hozir olov to'g'ridan-to'g'ri chiqib ketmaydi-da, urilib chiqib ketadigan qilingan shu. Shunaqa. Maqsad issiqlikni effektini olib qolish xonani ichida. Zo'r. Necha pul qilib berasiz bularni? Xo'p, bularimiz 1.400.000 so'm. Kiraskasizni. Kiraskasizni. 1.600.000 so'm.
Kraskadagi. Buni 1.300.000 qilib berasiz deb to'g'rimi? 1.350.000. 1.350.000 so'm listda nechalik bo'ladi? 4lik bo'ladi. 4lik xaridagi list. Keyin mana bu pechkalarda aytib o'tmoqmiz. Nargilarda arzonroq modeli. Nargilar 5lik bo'lsa bular nechalik bo'ladi? Bular 4lik bo'ladi. Necha pul qilib berasiz bular? Hop, bularni 1.600.000 so'm beraveramiz. Kraskasiz holatini. Bu keyin baland bo'yi, shu katta zallarga qo'ysanglar bo'laveradi. Bunga ham 10 yil garantiya. Ha, garantiyasi 10 yil. Ha. Zo'r. Bu 5lik list ekan. Shali. Akalar mana ko'rdinglar. Endi yana bitta zo'r fishka qilishda har bir sohada yangilik bo'lishi kerak, rivojlanish bo'lishi kerak. Qarang, mashina narsasini arzonga bitta temir tuyulishi mumkin. Hozir aytuvdi, hayron qoldim. Mana shu yonboshiga shunaqa qilingan. Ham bu o'rnatiladigan odamga udobniyroq, ham yaxshiroq issiq berilishiga, ya'ni devorga issiqlik o'tib ketmasligiga sababchi bo'lar ekan. Narxiga qo'shiladimi, qo'shilmaydimi bunaqa bo'lsa aka? Qo'shiladi. Qancha qo'shilib bo'ladi? Hozir 100.000 qo'shiladi bunga. 100.000. Mana shunaqa qo'shimcha qilib bersanglar, 100.000 so'm qimmatroq bo'ladi. Lekin tavsiya qilaman, mana shunaqasini qo'shtirib olinglar. Yana ham effekti yaxshiroq bo'ladi. Arzimagan 100.000. Devorga yopishmay turadi, endi yonboshi ham. G'ish mashinadan urilib ketiladi. Devorga yopishmay turadi, devorga isig'ilib o'tib ketmaydi. Keyin buni ustalar misol voha taraflarga ham beryapmiz-da. Ma'dan turbasini qo'shib beramiz. Tepasini bunday qilib zigzag qilib aylantirish shart emas. Chunki ichida o't aylanadi dedim. Buni agar adashib o't aylanadigan qilib qo'ysa, bo'lmaydi unda. Ichida o'zi yetarlicha aylanadi. Zo'r. Yaxshi o'ylanibdi. Yana ham o'rnatadigan odamga qulayroq bo'libdi-da. Shunaqa, ha. Avvallari shunaqa aylanadigan qilmasa, ustiga chiqib ketib qolyotgandi-da. Noto'g'ri misol bilmaydigan odam o'rnatib qo'ysa. Bu o'zi ichida ancha aylanadi. Zo'r. Shunday, qadrli obunachilar, ko'rdinglar, narxlarini iloji boricha qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tdik. Endi narxlar bugungi kundagi ekan. Narxlar arzonlashi ham mumkin. Misol, bir oydan keyin ko'rasizmi, bir yildan keyin ko'rasizmi, narxlar arzonlashi mumkin, qimmatlashi ham mumkin. Shuning uchun mana shu ekranda ko'rib turgan telefon raqamlariga aloqa qilsanglar, sizlarga o'sha vaqtdagi narxlarni aytib o'tishadi. Sog' bo'linglar.